Zeker. Hozir biz qishloqda survival qilmoqchimiz. Bizlar bilan Enderboy bilan Lava Gaming salomlashinglar. Hammaga salom. Hammaga salom. Lekin navbatchilar sizlar bilan Enderboy. Hop, ketdik. To'xtanglar, men tomorqam. Aytgancha bu uyda Zekir uyni oldi, Fotiman tomorqa bor ekan. Lekin men tanlagan uyda qanaqadir g'alatiroq ekan, chunki bitoni boshqa, uni boshqa ekan. Hozir biz o'zimizning ishlarimizni qilib olamiz. Ishlarimizni qilib olganimizdan keyin video yana olinadi. Uxlagimiz kelyapti. Ishlarimizni qilib bo'ldik. Uxlagimiz kelyapti. Deb uxladik. Tepadagi uydan eshitildi, tepada. Qaysidir uydan. To'xtanglar. O'xshamini olgan Zekir. Mana uy bo'lish kerak mana. Yo, bu uyda qishloqi yo'q. Negadir? Mana uydachi. Bu Enderboy qo'rqadi. Bu to'xta. Qanday qilib? Mana mantlayam qon. Mana. Qat. Demak, u qon izlari qayoqqa ketgan? Bu yoqda qon izlari yo'q. O'rmon tarafga ketgan. Mana mamutlarda qon izlari ketdi. Biza u menga holat ko'rsatdi. Bu yo'ldan o'rmonga keldi. Yo'q. To'g'ri. To'g'ri ketamiz. O'rmonga qanday bilasiz? Mana mamutda. Mamutda. Atasan Zekir. O'rmonga ketdingmi? Mamutda juda ham ko'p qon izlari. Va mamutda Zekir. Sen mana qara. Kim bu? Kim o'tga olib qo'ydi? Yo'q.